alaykum. Biz o'sha joyda topdik. Qayerdasizlarmi? Toshkentda yagona bo'lgan allergolog shifokorni oldiga keldik. Qolgan ma'lumotlarni kirib o'zidan batafsil olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Siz Qirg'izistondan, O'zbekistondan o'zingiz sizni eshitib keldik. Rahmat, xush kelibsizlar. Ko'proq bizga tushgan murojaatlar qanaqa doktor o'zi bu, qanaqa odamlar murojaat qilish kerak, ish joyi qanaqa, nimalar bor, keyin Qirg'izistondan kelgan nimalarga qanaqa условиялар bor, tushunashi mumkin emas, ular nima qilishadi, shular haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Bizning klinikamizda ko'plab Qirg'izistondan kelgan bemorlar murojaat qilishadi. Shu vaqtgacha biror birlarida muammo bo'lmagan, ya'ni 3 kundan ortiq davo muolajalarini olgan taqdirlarida ham biz barchalariga ma'lumotnomalar qilib beramiz. Chegarada muammo bo'lmaydi. Chunki bizda har bir bemor individual ravishda tekshiruvlardan o'tadi. Shu bilan birgalikda barcha tekshiruvlar o'zimizda fenotestlarimiz, spirografiya tekshiruvlarimiz, undan keyin qon tahlillarimiz, molekulyar diagnostika ko'riklari tekshiruvlari o'tkaziladi. Shu bilan birgalikda kislorod terapiya muolajalari, ingalyatsiya terapiyalar, barcha bronxial astma kasalligidan aziyat chekuvchi, allergik rinit, allergik konjunktivit, allergik rinokonjunktivit kasalligidan aziyat chekuvchi barcha bemorlarni qabulimda kutib qolaman. Ya'ni xalq tilida aytganda ko'z yoshlanishi, burun bitishi, nafas siqishi, tungi uyqusizlik, oq balg'am ko'chishi, tinimsiz yo'talganda o'qichish, qayt qilish, yo'talganda peshob qo'yivarish, shu bilan birgalikda qorinda, ko'krak qafasida yo'tal hisobidan og'riqlar, barcha yo'tal bilan kechuvchi kasalliklarning allergologik turga mansublarini ko'zdan kechiramiz va davolaymiz. Shu bilan birgalikda bemorlarimizda fiziolecheniyalar, massaj, ozon terapiyalar, klinikamizda barcha sharoitlar mavjud. Ya'ni chetdan keladigan bemorlarimizda ham, o'zbekistonlik fuqarolarimizda ham narxlar bir xil. Ya'ni hech qanday qo'shimcha qiymat soliqlari qo'shilmaydi. Ya'ni qo'shnim qanday narxda davolansa, chet eldan kelgan fuqarolarimiz ham Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston qaysi davlatdan kelishidan qat'iy nazar bir xil narxda to'lov, bir xil narxda davo muolajalarini olishadi. Bu bizning yana bir plus tomonimiz hisoblanadi. Sizga yana bir savol, necha yoshdan necha yoshgacha sizga murojaat qilsa bo'ladi? Bizni bemorlarimiz kontingentida 2 oylikdan boshlab bu yoq yosh chegaralanmagan. Bemalol barcha yosh bolalardan katta yoshliklarigacha kelishlari mumkin. Chunki bizning klinikamizda pediatr infeksiyonistlarimiz, lor shifokorlarimiz, allergolog, immunologlarimiz mavjud. Shaxsan men Muxtorov Sherzod, allergolog, immunolog, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, kandidat meditsinskiy naukman va bu bo'yicha 10 yildan buyon tajribaga egaman. Bronxial astma kasalliklari, nafas siqish, bo'g'ilish, hansirash kabi shikoyatlari mavjud bo'lgan barcha bemorlarni o'z qabulimda kutib qolaman. Doktor, sizga oxirgi savolim, bu kasallikdan tuzalib ketganlar bormi yoki bular faqatgina lecheniya olib yurish kerakmi? Yo'q, birinchi navbatda kasallikning darajasiga. Agarda kasallikni vaqtida kelsalar, vaqtida bizga murojaat qilsalar, ya'ni holat ko'z yoshlanish, burun bitish bilan boshlangan bo'lsa, bunday holatlarni davolashimiz, yengil nafas siqishi, bo'g'ilish, hansirash kabi shikoyatlar boshlanganiga 2 haftadan oshmagan bo'lsa, bemalol davolashimiz mumkin. Lekin yillar davomida davolanayotgan, yillar davomida bronxial astmani o'rta og'ir yoki og'ir formalari bilan kasallangan insonlarni nazoratga olamiz va kasallikni remissiyaga tushiramiz va individual retrosternal limfotrop terapiya usulida davo muolajalarini olib boramiz. Bu muolajalarimiz tarkibiga ingalyatsiya terapiya, kislorod terapiya, fenotest tekshiruvi, spirografiya tekshiruvi, umumiy qon tahlili va shu bilan birgalikda individual ravishda qaysi dori vositasini ishlatishimiz, qaysi dori vositasini qancha miqdorda belgilashimiz, tekshirishimiz va qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Har bir pasiyent individual ravishda davo muolajalari tayinlanadi. Ya'ni yengil formadagi kasallanganlarga davo muolajalar vaqtida o'tkazilsa butunlay tuzaladi. Agarda surunkali tarzda bo'ladigan bemorlarda ham davolashning imkoniyati bor. Ya'ni kasallik remissiyaga tushiriladi. Remissiya degani tinch holatda, xuddi sog'lom insondek yashaydi va kvartalli 3 oyda, 6 oyda, 1 yilda ko'rigimizdan o'tadi.
oddiy qilib tushuntirganda soati bo'ladi, lekin budilnik chalmaydi. Ya'ni kasallik bor, bemorni bezovta qilmaydi. Sog'lom insonda yashashda davom etadi. Qo'shimcha yana aytishim kerakki, bu kasallik shundayki, ya'ni bronxial astma kasalligi faqat dori ichish bilan emas, balki o'zida ham ishtiyoq, o'zida ham tuzalish bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni nafas mashqlari, diyetaga amal qilish, vaqtida shifokorga uchrashish, yozilgan dori-darmonlarni o'z vaqtida qabul qilish eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Va men har bir bemorimga aytaman, avvalo Alloh, biz sababchi. Inshaalloh biz sababchi bo'lamiz. Bizga murojaat qilgan barcha qirg'izistonlik bemorlarimizni, undan tashqari qo'shni boshqa davlatdan ham sizlarni kuzatayotgan, o'zimizni davlatdan ham kuzatayotgan barcha bronxial astma kasalligidan aziyat chekuvchi bemorlarimizga inshaalloh shifosiga sababchi bo'lishga astoydil xizmat qilamiz.